Bugun ko'chada katta-kichik erkaklardan eng ko'p eshitadigan gaplarimizdan bittasi aytishadiki, o'zim rosa ham xohlayapman, lekin bir turli bajara olmayapman shuni. Yomon odatlarimdan qutulish xohlayman. Sigaret chekish tashlamoqchiman yoki so'kinish tashlamoqchiman yo namoz boshlamoqchiman, bir turli boshlay olmayapman deb hasrat qilishadi. Mana shu narsada har bitta erkakda yomon odatlar bo'ladi va meni o'zimda ham xususan bor edi. Ammo bir kishining tavsiyasiga binoan mana shu tavsiyaga qattiq rioya qildim. Va albatta Allohning izni bilan ularning hammasidan osongina qutuldimda. Kimdan tavsiya oldingiz, kimning tavsiyasiga xulosa oldingiz deydigan bo'lsangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis eshitdim. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Kishi do'stining dini ustidadir. Shunda ekan har biringiz kim bilan do'st bo'layotganiga qarasin deyiladi. Ya'ni kishi solih kishilar bilan do'st bo'lgandan keyin albatta mana bu yomon odatlar o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Ya'ni siz bilingki, yoningizdagi do'stingiz sigaret chekadi yoki namoz o'qimaydi yoki har xil sizni behuda ishga boshlaydi. Mana bu do'st bilan yursangiz, mana bu do'stingizdagi yomon odatlar bir kun sizni qoplab oladi. Xuddiki bir chirigan mevani muzlatkichdagi boshqa bir yaxshi mevalar bilan yonma qo'yganingizda uni chiriganligi boshqa mevalarga o'tgani kabi do'stingizni, yoningizdagi birga yurgan o'rtog'ingizni, oshnog'ingizni yomon odatlari ham bir kun sizni o'zingiz bilmagan holatda qoplab oladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.